Keyingi obyektimiz Toshkentda qurilgan yangi yildan oldin topshirdik. 28 dekabrda tugatdik. Bugungi chislo 7 yanvar 2026. Balandligini 11,5 qildik. Ichki holatini ko'rsataman. Stadionimiz mana ichki holatlari. Gazonlar Samarqand 12,000 tonnali 5 gazonlardan foydalandik. Projektorlargacha qo'yib 250 wattlik projektor qo'ydik. Bir tarafiga 6 ta, bir tarafiga 6 ta. Bir tarafiga tribuna qilib berdik 20 metr joyiga.